Bu Dyson Piston Animal Submarine. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizda Dyson Piston Animal Submarine, Dysonning eng oxirgi model pilisos kelgan. Bu qurilma haqida gap ketganda oddiy pilisos deyish kamlik qiladi, chunki bu ham aqlli, ham pol yuvadi, ham chang yutadi. Dyson bu safar ham o'z sifatini ko'rsatdi. Ichida Hyperdymium motorini ishlatgan, uning ichida 315 airwatts quvvat beradi. Texnik atama bilan aytganda, bu juda kuchli raqam. Oddiy qilib aytganda, bu pilisos changi gilamni tegidan ham tortib oladi. U nafaqat katta changni, balki ko'zga ko'rinmaydigan zarralarni ham tortib oladi. Animal degan so'z bekorga qo'shilmagan. Bu model aynan uyda hayvon boquvchilar uchun mo'ljallangan. Uyda it, mushu yoki shunga o'xshash hayvonlar bo'lsa, ularning tuklari rulonga o'ralib qolmaydi. Lekin bu modelni boshqalardan ajratib turadigan yana bitta qo'shimchasi bu именно влажный уборка uchun mo'ljallangan Submarine nasadkasi Submarine 2.0 уже betdi. Yana qiziq bir yechim, Clean Compactor. Bu narsa konteynerning ichidagi changni siqib qo'yadi. Natijada konteyner kamroq to'ladi, siz esa tez-tez bo'shatib o'tirmaysiz. Oddiy, lekin juda foydali funksiya. Batareyasi ham Dysonga xos darajada kuchli. Bitta to'liq zaryadka bilan butun xonadonni bemalol tozalab chiqsa bo'ladi. Yana bitta aqlli funksiya Dynamic Cyclone. Bu tizim chang miqdorini o'lchaydi va agar chang ko'p bo'lsa, quvvatini o'zi oshiradi. Kam chang bo'lsa, aksincha energiyani tejaydi. Hech qanaqa qo'lda boshqarish kerak emas. U sizni o'rningizga o'ylaydi. Dizayni ham alohida e'tiborga loyiq. Qora va mis rangli korpus zamonaviy ko'rinadi, qo'lga yengil, ergonomik. Dyson Piston Animal Submarine bu shunchaki texnika emas, u tozalikni boshqa darajaga olib chiqqan qurilma. Puliga arziydimi o'zi yo'qmi? Albatta arziydi. Siz Dyson bilan faqat pilisos emas, komfort, dizayn va eng oxirgi texnologiyani olasiz. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Albatta eng arzon narxlarda texnikalarni iMobile do'konidan kelib xarid qilsanglar bo'ladi.